sir so'radim. Tofu. Ha. Lekin balg'arini qo'rib yeyishiga men qo'yib. Voy, bitta tuxumda, voh. Shuncha qildim. Nima tuxum bilan qo'y? Voy, yana qayta ishlatyapti. Shunga tuxumni qo'ydi. Voy, yana sovordi tuxummi? Bo'ldi. Ha, voy, qolgan qoldig'ini ham sho'rva qilib yubordi. Yana tuxum olyapti ichidan. Tuxum shunaqa defitsitmi? Go'sht bo'lsa ham shunaqa. Qimmat bo'lsa kerak-da. Ichini ochib olmasin go'sht qilib. Voy, mara ichidan sug'uryapti. Voy, yana omlet qilib yubordi. Voy, shuncha. Bugun o'zingga nima desa tuxumlik unaqa bo'ldi. Bu video qizlarga bag'ishlanadi. Kelinlarga bag'ishlanadi. Adasi bugun uyda go'sht yo'q edi desa, qarang bitta tuxumni o'zidan shuncha ovqat qilyapti. Go'sht bilan 1 yil ovqat qilsa bo'lar ekan. Arzoni qiynatib olib beradi. Haligi xolaga o'xshab go'sht pishirib bersangiz, uni 2 hafta chaynaydi.